Assalamu alaikum, bizden Dostoy kanalının görücüleri. Onlar bugün 27 noyabr болып kaldı. Noqatdagi, mal bazardagi sağan uybalardı tartib ko'rsatib bereli. Bugün hozirda qancha oldu ошол? 89 ming so'm bo'ldi. Torpaq erkek ekan, 89 ming so'm to'g'onlar. Like basılır basıp подписаться кнопкасын басып koyuңuzlar to'g'onlar. Mana yerda bavul tavuğu qanday. Az ko'ramiz, to'g'onlar. Qanchada odasiz aka shuni? 170 torpaq erkek. Qanchasi torpaq aka? 4-chi torpaq ekan to'g'onlar. Sütü qancha ekan sütü? 15 litr beradi ekan to'g'onlar. Жақсы. Мына жерде бауылда дейді олар. Қанша сұрап отыр? Қанша сұрап отыр екен? Бау болды? 95 мың. Торпақ еркек пе екен? Еркек екен. Қанша үшінші боласы ұқсайды? Екінші боласы. Достуы деген каналы. Кеш шығады бүгін кеш. Torpaq erkek ekan to'g'onlar. 95 ming bavo olyapti. Resi beryapti to'g'onlar. Sütü bunda ekan. Ta so'rayveraylik. Qanchada odasizlar buni? 80 ming. Qanchasi torpaq? 5-6. 6-chi. Mana so'radimi bozor? Pazar qancha qildi? Surayla ya. Katta degansiz dag'i. To'g'onlar 50 mingga jetayin deb qoldik. Подписаться knopkasini so'zsiz bosingizlar, bosilektir. Mana yerda bovulda to'xshab. Qancha davdasi aka shu? 70 qildi-ku. Qanchasi turpoq ekan? Umojinda. Umojin ekan, erkek bolasi. Erkek bolasi 70 ming so'm bo'lib turibdi. Can açmagan. Ne tatbay turamı? Bunlar da onlar. Bunlar yerde dağı yürüyü durады. Qara uyugan to'g'onlar. Qanchada odasiz aka shuni? 110 ming. Torpaq urg'achi. Erkek ekan to'g'onlar. 110 ming so'm deydi. Mana targ'il qancha ekan ham bo'lsa? Targ'ili qanchada odasiz aka? 120 ming so'm ekan. Torpaq qanchasi torpaq? Ikkinchi torpaq. Ikkinchi torpaq ekan. Sütü qanchami? Sütü 2 aydan 8 litr. 8 litr beradi ekan to'g'onlar. 8 litr beradi ekan. Qancha oldi aka shuni? Ja, sotiladi. Torpaqla qo'yarsiz biz. Bo'ldi, sotmay. Qancha bo'ldi aka? 87 ming so'm. Torpaq urg'ach ekan, ha? Erkek qanchasi torpaq ham? Birinchi. Bo'z bakachi qanday? Bo'z. 87 ming so'm bo'lyapti. Sütü var ekan, bir 5-6 litr. Nasib olan yaxshi to'xtab. 3 qoldi, ko'rdingmi? O'zi qancha dedi aytilish bo'lsin? 130 kam bor. 130 ming kemi bor ekan. Stoga olmadi. Bunlar to'g'onlar. Ancha-muncha yaxshi ko'rinmay qolishi mumkin to'g'onlar. Erta bilan tartibdamiz. Mana yerda bavul tavuğu qanday. Qanchada odasiz aka shuni? 120 ming so'm. Torpaq urg'achi. Erkek qanchasi torpaq ham aka? Ikkinchi olasiz. Bavulda o'xshaydi aka. Bo'lalek, eng ochiq. Bo'lalek. Mana to'g'onlar. Ikkinchi olasiz ekan. Yaxshi. Aka to'g'onlar. Qancha oldi o'giz aka? 420 ming so'm bo'ldi to'g'onlar shu. Angus o'xshaydi. Katta. Men ulantaverayim to'g'onlar.
Mына жерде uylар болып қалыпчы эле, жакшы uylарчы. Mына жерде бауыл да тур. Жаңы турмуда эми. Adamlar çoğul қалып тұр ғой. Oho. Qanchada o'tasizlar aka shuni? 150 kemi var. Ha, 100 ming so'm kemi var. Torpa urg'achi. Qancha torpa qo'yamiz shu? 3-chi olasiz. Qancha baho oldi aka? 85 ming so'm. 85 ga beryapti. Sütü shunday ekan aytganlar. Jo'shmoq ekan. Mana ejeler so'rayapti. Dostu degan kanal. 85 ga ertemenen berib edim deydi onlar. İçine qo'shsanglar beren deydi. Ko'rib qo'yinglar onlar qancha hareket etgan. Qaldi bolalarda. Yo, torpog'i erkek ekan ha? Qanchada otasizlar? Erkek ekan. Urg'achi-va. Qancha ekan bosi? Qancha deydi? 150. 150. Kaçma eti var mı? Ha? Ha, yok ekan, ene bola ekan. Balası teng bo'lib qolib tur enesine. Qancha so'rab otasiz ekan shuga? Bo'ldi. So'rab aytadi ekan. Ha, tak. Mana yerdan qaysi bo'ldi degan bu. Qancha oldu? Olsun aka. Yo, hozir men Qancha bo'ldi aka? O'zi bo'ldi. Bo'z o'xshaydi, ja qisir va. Qancha bo'ldi bu? 64 ming so'm, ha? Ha. Mana to'g'onlar. 64 ming so'm deydi. Ha, qaysi ne bola? Buni olib ko'vi. Qanchada odasizlar? 130. 130 ming. Urg'achi-mi? Urg'ach ekan to'g'onlar. So'rashdi aka? So'rashdi. Qancha berdi? 118. 118 ming so'm berdi to'g'onlar. 8. Ha, 108 berdi va. Ha, 118 ming so'm bu olib to'g'onlar. Nima turmadi? Mana to'g'onlar. Qanchada otasiz ekan shuni? Endi bo'ladi. 110 ming so'm, ha? Erkek ekan, qanchasi torpoq ekan shu? 3-chi olasi. Qancha oldi aka torpoq? 24 oldu. 24 ming so'm oldi. Erkek ekan. Kaç ekan? Urg'ach. Mana to'g'onlar hozirgi. Qo'y. Qancha so'rashdim aka shuni? Sir bo'lsa. 85 ga so'radi. Qanchaga bo'lsa beraman dedingiz aka? Qo'shsa beraman dedim. Ozmas qo'shsa. Mana to'g'onlar. Joqim ekan bu o'zi. Ya qancha berib qo'ydingiz ekan shu vaqt? Bo'ldi. Qanchada otasiz aka siz? 70 kemi var ekan, 61 ming so'm. Ha, 70 ming kemi var debdir, 61 ming so'm berdi to'g'onlar. Bo'z ekan. Bo'ldi. Yaxshi, novoy. Novoy to'g'onlar. Buna. Ket tabi. Tartavereyli to'g'onlar. Like'tan basыңыздар, сөзсіз to'g'onlar. Like. Подписаться болдыңдар, болып to'g'onlar, болып qo'yыңыздар. 50 mingga жетейін деп қалдық. Бұқалар. Qancha so'rab otasiz ekan shu? 70 ming so'm. Qancha dedingiz o'zingiz? 100 kemi bor ekan. 70 so'm bu, 70 mingga so'rab turib berib o'tdi to'g'onlar. Qaysiga berdi olsa aka shu? Qaysiga so'rab otasizlar? Oykoga. Ökoga?
Bertas mı? 130 ming so'm. Bu yergendagi söyledi. Millet kılamız. 130 ming so'mga bermaydi to'g'rilar. Shu peki. O'spirim buqani. Sizleringizlar mana yoqdan realda bo'lar. Qanchada o'tasizlar uni? 130 ya. 130. Jashichi? Yaş 2 yaş. 2 yaş. 130 ming so'm ekan aytilish bahsi. Qancha berdi sir bo'lsa aka? Sir. Berelek a? Bo'ldi. Katta to'g'rilar. Kızım mallarda satmalarını çekede çıktı. Qaysiga bo'ldi aka? Qaysi bo'ldi? 86. 86 ming berdingizmi? Geri. Qancha deysiz o'zingiz aka? Bize aytdik endi. Qancha dedingiz endi? Aytgan yo'q, men tavakkal so'raverdim. 86 ming so'm beribmiz bu. Bunlar. Qaysi kanal? Do'stuv kanali bu. Do'stuv degan kanal. Qanchada o'tasiz ekan buni? Bu yoqdami? Ketdi onlar. Mana yerda dag'i savdo bo'ludi. Qaysi savdo bo'ludi? Mana o'zi-ku. Eko. Kökmelemler birincide. Qancha berib qo'ydingizlar shunga? 170. 170? 170 ming so'm ekan to'g'rilar buni. Buni bilan to'g'rilar, buni oq ekan to'g'rilar. Oq. Bog'lar. Cho'ng bug'alar ekan. Жақсы. Qanchaga berib edingiz aka shuni? Qanchada o'tasan bo'sini? Bozorda mana bilbo'yiz beraverasizlar. Akam aytib keldi, tortaveramiz o'g'llar. Hojaka, Qancha berdingiz aka shu? 325 ming. 325 ming? Uchovini. Siz qancha dedingiz? 500 uchoq dedim. Kami bor so'raveradi. 500 ming so'm. Bol ila olib beraman, berasiz. Jo'sana. Buna bir o'si. Buna ikki o'si, narxisi 3 chiqqan dollar. Sotib qo'yaylikmi? Ko'rliklar ko'rib qo'yingizlar. Mana. Jo'sha. Cho'ng buqani qanchada o'tasiz aka? 200 ming so'm. Hangisi o'xshaydi? Jo'sh ekan to'g'rilar. 200 ming. Sizniki qancha bu? 150. Yaxshi. Qancha berib qo'ydingiz aka shunga? 119 ming. 119 ming. Jashi 3 yosh ekan? 4 yashar. 4 yashar. Aqil, qaysini satdi? 319 ming so'm. Ketdik. Qancha berib qo'ydingiz aka? Qancha o'ga? 2. 198 ming deydi onlar. Mana ketdik to'g'onlarim. Endi to'g'onlar jash o'spirim tormoqtor tortamiz. O'spirim buqalarni qaynadan. Sizlar kanaldan olsizlar ko'rib turibsizlar. Bu yerda savdo o'zi. Qanchada o'tasiz aka shuni? 75 ming so'm dedi. Aytilish bahsi ekan to'g'onlar. 100 yashar bo'lib qolgan o'xshar. Yarımda junup. Qancha dedi o'zi aka buni? 66 ga berib aytadi, 65 yarimga berib aytadi. Yeringa o'rab o'qib qo'yibdi. Neri shuni? Mana to'g'onlar. Berkasayman, ben ketamdan aka. Ket. Qancha oldu aka shu? Qanchadan bo'ldi shu?
Qancha oldu aka? Satıldı ekan da onlar. Endi kelishtir bozorga. Torpoq qancha oldu aka shu? 140. Navko ha? Boqqandan mi? 140 ming so'm onlar. 70 ming so'mdan mı oldu? Qanchaga bermaydi aka? 50 mingga baho oldi ekan to'nlari beryapti shuni. Yaxshi. 50 ming so'm bor ekan to'nlar. Sizniki aka shu? Qancha oldu taqsir usul? 53 ming. Buqa olacak unajım be. Buqa. Ana to'g'ri. 53 ming so'm bo'lib turgan. Qancha qilishdi aka shuni? Satıldı turdi. O'ko'ga ketib turdi. Shunda. 95,5 mingga to'g'onlar. Satıldı. Mazaqdan to'g'onlar. Va oldu aka ku. Bo'ldi. Qanchadan ham bular? Qancha? 50 ming so'mdan kemi bor ekan. Aytilish bahsi. Va bo'lar ekan to'g'onlar. Yaxshi. Endi ketaveraylik mazaqdan. Qancha dolar shunga? 40 ming so'm, ha? 40 ming so'm ekan to'g'onlar shu. Torpoq. Bu yerda bavul o'tadi. Tartib qo'ying to'g'onlar, ha? O'ko'v qancha bo'ladi aka? 70. 70 ming so'm. Men ham mehnat qilaman. Ortiqlar mehnat qiladi. Bitta boq tegizmaydagi. Qancha deydi o'zi? O'zi 85. 85. Alımdan o'xshaydi bunlar, ha? Temurni olib boqibdi. Shunda torpoqlar ekan to'g'onlar. Boğa turgan torpoqlar. Lan jetteler izleyemem. Qancha bo'ldi aka? 39 ming. 39 ming. 500 komilda oldu. Rahmet koyalım. Uyarmanlar ko'rganlar. Buyuraq. Bol qo'chiga 500. 39 mingga baho bor shu torpoqlar. Kichine qo'shsa beraveradi. Qancha verdingiz aka shu? 33 ming. 30 ga bermaydi, ber deb qo'ysa, yaxshi. Bering aka. Qancha dedi o'zingiz? Qancha dedi? Tozmaz bering deyapti. Tozmaz men izlaydi deyapti. Biz yetamiz. Biz bering onda aka, bering. To'g'ri, to'g'ri. Majada satılgan o'xshaydi. Qancha ketdi shu aka? 16 mingga. Urg'achmi? Urg'achga. 16 ming so'm o'tadi. 186 Oxford tarafı. Başlangan koymuştu. Güzel. Bu topoz aka. Ha? Qancha do'rasiz? 19 ming. Erkek urg'achmi? Urg'ach. 19 ming so'm ekan to'g'onlar. Bog' oldimi aka? So'rashdimi? 14 ga so'radi. 14 ga so'radi. 15 ga so'radi. Qaysida? Ha, bunami? Bu urg'ach bunda. Bu urg'ach. Qancha ekanimiz aka? 2 oydan. 2 oydanmi? Qanchami bular? 19 ga bo'ldi. Kırıklı şartımız bir. Başlangan
Telefonunuzu aytib qo'yasizmi izlab qolganlar, ha? Aytib qo'ying. 79 meni. Ha, 92 92 40 40 95. 95 nomeriga chalib qo'yasiz. Aka, bozoringiz bo'lsin. Oho, bozor o'ta qiziq bo'ldi. Oldingizmi akacha, sotdingizmi? Qancha bo'ldi? 16 ming so'm. Urg'och ekan to'g'onlar. Foyda berdasizmi, ne qanday? Üstüne beruvdi. Qancha to'g'ri? Ha? Nega? Bu Do'stov degan kanal. Bu to'g'onlar. Bu yerda yo'l dog'i yo'q ekan. Sizler bilan Do'stov kanalı bo'ldi. Keyingi chiqarilishlargacha ko'rishguncha omon turingizlar to'g'onlar.